O'zbekistonda barcha uy hayvonlari 7-avgustdan boshlab pasport olishi shart bo'ldi. Endi egalari hayvonlarni, misol uchun sigir, qo'ylar, echkilar va tuyalarni tug'ilgandan keyin 14 kun ichida, otlarni 4 oygacha, cho'chqalarni 30 kungacha, it va mushuklarni 3 oygacha ro'yxatdan o'tkazishi shart bo'ldi. Bu qiziq bo'ldi. Bu qanaqa bo'ladi endi? U mushuk tug'ilsa yo it tug'sa, uni tuqqan bolasini ko'tarib olib borish kerakmi? Bu ham mayli tug'ilganida. Uni keyingi savollar tug'iladi. Demak, tug'ilganda pasport olsa, o'lsa o'limlik guvohnomasi olish kerakmi? Tug'ilsa pasport, o'lsa o'limlik guvohnomasi bo'lsa, bu qanaqa? Ertaga uni nikoh dalolatnomasini ham tutish kerakmi? Bir bizda men tushunmayman-da. Bizda nima qonunchilikda umuman muammoli masala qolmadimi shu it bilan mushukni masalasidan boshqa? Mingta muammo-ku. Soliq kodeksini qarayman, tuhmat kodeksi deyman har doim. Xohlagan tadbirkorni kerak bo'lsa, unchumchasini urib tashlasa bo'ladi. Bu soliq kodeksi bilan iqtisodiy kodeks, misol uchun jinoyat kodeksini qarang. Haligacha o'sha qanchadan qancha moddalarga tegishli tushuntirishlar berilmagan yoki ochib berilmagan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda ham xuddi shu ahvol, fuqarolik kodeksida ham ancha-muncha joyimiz hali bir ahvol bo'lib yotibdi. Qancha muammolar bor. Nima bizda it bilan mushukdan boshqa muammomiz yo'qmi? Keyin buni hop pasport olishi, boshqasi uni kimdir ro'yxatdan o'tkazib turadi. Unga xalqning pulidan byudjetdan oylik to'lanadimi? U oylikni undan ko'ra bitta doktorga yo bir o'qituvchiga bersak bo'lmaydimi? Bittaga shtatini ko'paytirsak bo'lmaydimi? It bilan mushukka pasport berganda nima o'zgaradi? Bir aholini yashash darajasi, turmush sharoiti, iqtisodiy holati, ijtimoiy, madaniy bir holatlari kuchayadimi? Nima o'zgaradi o'zi? Pensionerning pensiyasi oshadimi, stipendiya oshadimi talabalar? Men har doim shu kriteriy bilan qarayman. Xo'p, bu qonun kuchiga kirgandan keyin, bu qaror kuchiga kirgandan keyin nima o'zgaradi? Aholi boyib ketadimi, boshqa bo'ladimi deb.